гостей с нашей культурой, с нашей традициями, с нашими праздниками. Bizning xalqimizda bu bayram ko'p yillardan beri kechiriladi. Ve 44 senesi o'g'inin kechiriladi. So'ng vatanga qaytgan so'ng bu bayramlar keyin tiklandi ve her yil kechiriladi. Axirda da 20 yildan beri bu Navro'z bayrami kechiriladi. Eskiden bu bayram yil mahsul saçılmasdan, yer işlerini başlamasdan o'g'ini kechiriladi. Shunchikda shuna bog'lanib kechiriladi. Bu faoliyatimizning bir parchasi bu bayramda. Men bugun Mo'g'uy Bunjuk yerini yerladim. Bayramni pek beğendim ve biz bugün şenlendik.